Energydan o'zimga uyamoqchiman, bilmayman qaysi kallam bilan 2026-yilda o'zimga qo'ygan maqsadlarim orasida o'zimning shaxsiy uyim bo'lishi ham bor. Ishonchli agentstvadan odamlarni oldik va biz yangi kompleksni ko'rgani keldik. Business class hali qurilishni boshlamagan bo'lgani uchun komfortda uy ko'rsatishdi, lekin bularning komforti ham prosta business classga o'xshaydi. Menga yoqayotgan uylar 37 kvadrat metrdan taxminan 63 kvadrat metrgacha, именно menga yoqayotgan расположение taxminan 70-75 ming dollar turadi prosta korobkani o'zi. Bularni ko'rganimizdan keyin ovqatlangani keldik. Оказывается, O'zbekistonda gamburgerni, xamirini kartoshka pyuredan qiladigan joy chiqibdi. O'tirdik, biqin qildik, shuncha narxlarni ko'rgandan keyin tekis ketdi bu sochniy narsalar, uylar to'g'risida gaplashdik va qanaqa qilib ega bo'lish haqida ham gaplashdik. No, meni bugun darsim bor edi, shuning uchun ham paqqos tushirib hammasini tezda uyga yo'l oldim. Yo'lda dahshat probka tutdi, yetmaganiga meni gai ushadi 2 soatda, chunki tonirovkamni pulini to'lash esimdan chiqib qolgan ekan. Amallab survordik uyga va men darsim uchun kerakli hamma narsani tayyorladim hamda kursimni tinglovchilari bilan birga oxirgi darsimizni qildik. Kelayotgan yangilinglar bilan